Startup deganda nimani tushunasiz? Hammaning javobi har xil. Bu startup tushunchasini barcha hududlarda yoyish uchun qilinadigan ishlar ko'p ekanligini bildiradi. Yoshlar ishlari agentligi ko'magida biz Yoshlar Venture jamoasi bu ekotizimni yanada tezroq va keng ko'lamda rivojlantirish maqsadida startup ambassador loyihasiga start berdik. Startup ambassadorlar kimlar? Ular o'z tumani, shahri yoki universitetida startup ekotizimini qurishda xizmat qiluvchi yosh liderlar. Ularning asosiy maqsadi startup g'oyasi bor bo'lgan yoshlarga startup qanday qurilishini o'rgatish va ularni venture jamg'armalariga yo'naltirish hamda bu orqali har bir o'z g'oyasiga ega bo'lgan yoshlarni g'oyalarini startupga aylantirib global bozorga tayyorlash, ularni raqobatdosh qilish. Har bir viloyat, shahar, mahallada startup ambassadorlari bo'lishi orqali yoshlarni boyib ketish uchun tadbirkorlik qiladigan emas, balki real muammolarga yechim berib, o'zi kabi yoshlarni ish bilan ta'minlash va davlatimiz iqtisodiyotini rivojlantirish hamda o'ylaydigan liderlarni tarbiyalash. Shu sababli bu rolga munosib bo'lganlarni tanlash uchun dastlab butun respublika bo'ylab e'lonlar berdik. Bunda 4000 ga yaqin nomzod arizalarni qabul qildik va ular orasidan 204 nafarini saralab oldik. Hamda ularga bilim berish maqsadida bir manzilga, Bo'stonliqdagi yoshlar oromgohiga ularni yig'dik. Bu jarayonlarni tashkil qilish va boshqarish tajribali Top Coach jamoasiga topshirildi. Top Coachda bor tajriba tufayli ambassadorlar bir vaqtni o'zida ham sifatli ta'lim, ham maroqli vaqt, ham jamoa bo'lib ishlash tajribasini oldilar. Ertalabki darslar, kunduzgi workshoplar va kechki o'yinlar. Kempning dastlabki kunida ishtirokchilar o'z hududlariga ko'ra 10 ta guruhga bo'lindilar va har bir guruhga maxsus koordinatorlar biriktirildi. Ular bir hafta davomida birga yashab, muammolarni aniqlash, community bilan ishlash, startapcha fikrlash, liderlik, klub boshqaruvi, MVP qurish va pitch tayyorlash bo'yicha amaliy hamda nazariy bilimlarni bir qancha tajribali ekspertlardan olishga ham ulgurishdi. Ular orasida nafaqat Yoshlar Ventures rahbari Abdulaziz Yakubov, balki Firdavs Urinov, Alisher Alimov, Abdul Sharopov, Azizbek Qurbonov, Qudrat Rozmetov, shuningdek Usmon Rahimjonov va Shohruxbek G'ulomovlar mehmon spiker sifatida qatnashdilar. Yakunda esa har bir ambassadorga rasmiy sertifikat, esdalik sovg'alari va o'z faoliyatlari davomida asqotadigan 0 dan milliongacha nomli qo'llanmamizni topshirdik. Tadbir so'ngida qilingan eng oxirgi ish ular tomonidan tayyorlangan mini filmlarni ko'rish bo'ldi. Endi esa navbat 100 kunlik challenge-ga. Ambassadorlarimiz dastlabki 60 kunda startup haqidagi barcha tushunchalarni ekspertlardan o'rganishadi. Biz ularni hamma narsaga o'qitamiz hamda olayotgan bilimlarni real amaliyotda qo'llashlari uchun barcha sharoitni yaratib beramiz. Keyingi 40 kunda esa startup klublar ochiladi va startup sohasiga qiziqqan barcha yoshlarni qamrab olib, ularni startup qurishlari uchun yordam beramiz. Startup Ambassadors boshlandi.